Diqqat, bu xabar har bir xonadon, har bir oila, har bir tadbirkor uchun juda muhim. Gap chiroq, ya'ni elektr energiyasi tariflari haqida ketmoqda. 1 avgustdan elektr narxlari o'sishi bo'yicha xabarlar tarqaldi va men bugun sizga bu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Kim ko'proq to'laydi, kim kamroq ta'sir sezadi? Qaysi holatlarda hisob-kitob noto'g'ri chiqishi mumkin? Kvitansiyani qanday tekshirish kerak? Barchasini birma-bir aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham oy oxirida ortiqcha pul to'lashingizga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki ma'lumot yaqinlaringizga ham kerak bo'ladi. Men avvalo eng muhim narsani tushuntirib olay. Elektr energiyasi tarifi deganda biz 1 kilovatt-soat elektr uchun qancha pul to'lashimizni nazarda tutamiz. Masalan, uyda chiroq yoqsangiz, muzlatkich ishlasa, televizor, konditsioner, dazmol, kir yuvish mashinasi yoki elektr plita ishlasa, bularning hammasi elektr sarflaydi. Oy oxirida hisoblagichda qancha kilovatt-soat sarflangan bo'lsa, shu miqdor amaldagi tarifga ko'paytiriladi va sizga to'lov chiqadi. Oldin ko'pchilik oddiy tartibda to'lab kelgan. Qancha ishlatsa shuncha to'laydi. Lekin so'nggi yillarda elektr energiyasi bo'yicha bosqichli tarif tizimi kuchayib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Ya'ni kam elektr ishlatgan abonent nisbatan arzonroq to'laydi. Ko'p ishlatgan abonent esa yuqoriroq narxda to'laydi. Buning sababi shundaki, davlat va energetika tizimi aholiga tejamkorlikni o'rgatmoqchi. Tarmoqdagi yuklamani kamaytirmoqchi va elektr ishlab chiqarish xarajatlarini bosqichma-bosqich real narxga yaqinlashtirmoqchi. Endi 1 avgustdan tariflar o'sishi haqidagi xabarda asosiy xavotir shuki, ko'p odamlar eski odat bilan elektr ishlatishda davom etsa, keyingi oy kvitansiyada kutilmagan katta summa ko'rishi mumkin. Ayniqsa yoz oyida konditsioner, ventilyator, muzlatkich, suv nasosi, elektr choynak, elektr pech va boshqa jihozlar ko'p ishlaydi. Shuning uchun avgust oyidagi to'lov ko'p oilalar uchun sezilarli bo'lishi mumkin. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa boshqa. Hisob-kitobni tushunib olish kerak. Agar siz qanday tarif qo'llanishini, qancha sarf qilayotganingizni, qaysi qurilma ko'p elektr yeyotganini bilsangiz, xarajatni nazorat qilasiz. Bilmasangiz, oy oxirida faqat kvitansiyaga qarab hayron bo'lasiz. Eng katta o'zgarish shundaki, elektr narxiga munosabat endi avvalgidek befarq bo'lishi mumkin emas. Avval ko'pchilik chiroqni keraksiz yoqib qo'yardi. Konditsionerni kun bo'yi ishlatardi. Eski muzlatkich yoki eski nasos ko'p elektr sarflayotganiga e'tibor bermasdi. Tarif oshganda esa aynan shu odatlar pulga aylanadi. Masalan, oddiy lampochkani olaylik. Eski cho'g'lanma lampochka oltin yoki 100 watt bo'lishi mumkin. Agar uyda 5 ta shunday lampochka kechqurun 5 soatdan yonsa, bir kunda sezilarli elektr ketadi. LED lampochka esa do'g'ri yoki 12 watt bo'lsa ham xuddi shunga yaqin yorug'lik beradi. Farq kichik ko'rinadi, lekin oy davomida bu farq kvitansiyada bilinadi. Yana bir misol, konditsioner. Erta konditsioner o'rtacha 1 soatda kilovatt-soat atrofida yoki undan ko'proq elektr ishlatishi mumkin. Agar u kuniga 8 soat ishlasa, bir kunda 8 kilovatt-soat, bir oyda 2,4 kilovatt-soat bo'ladi. Agar uyda bundan tashqari muzlatkich, choynak, televizor, kir yuvish mashinasi, kompyuter va boshqa jihozlar ham bo'lsa, umumiy sarf tezda oshib ketadi. Shuning uchun bosqichli tarifda aynan konditsioner ko'p ishlatiladigan xonadonlar yuqori to'lovga chiqib qolishi mumkin. Elektr plita yoki elektr qozon ishlatadigan oilalarda ham vaziyat jiddiyroq. Gaz bo'lmagan joylarda odamlar ovqatni elektrda pishiradi, suvni elektrda isitadi. Bunday xonadonlar tabiiy ravishda ko'proq elektr sarflaydi. Shuning uchun ular oddiy chiroq va televizor bilan yashaydigan oilaga qaraganda tarif oshishini kuchliroq sezadi. Men birinchi navbatda katta uyda yashaydigan, ko'p xonali xonadonda elektr jihozlari ko'p bo'lgan oilalarga e'tibor bering demoqchiman. Agar sizda 2 ta muzlatkich, 2 ta konditsioner, elektr pech, kir yuvish mashinasi, suv nasosi, kompyuterlar, isitgich yoki elektr qozon bo'lsa, sizning sarfingiz oddiy oilanikidan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Bunday holatda tarif oshishi darhol seziladi. Ikkinchi guruh bu ijarada yashovchilar. Ko'p ijarachilar hisoblagich ko'rsatkichini o'z vaqtida yozib olmaydi. Uy egasi bir oyda umumiy summani aytadi, ijarachi esa tekshirmasdan to'laydi. Agar tarif oshsa yoki hisoblagichdagi eski qarz qo'shilsa, kim qancha to'lashi kerakligi bo'yicha kelishmovchilik chiqishi mumkin. Shuning uchun men ijarachilarga har oyning boshida va oxirida hisoblagich rasmini olib qo'ying deb maslahat beraman.
sana ko'rinsin, ko'rsatkich aniq ko'rinsin. Bu keyin bas bo'lsa dalil bo'ladi. Uchinchi guruh kichik tadbirkorlar. Do'kon, sartaroshxona, nonvoyxona, muzqaymoq sotadigan joy, kompyuter xizmati, ustaxona, sovutgichli savdo nuqtalari elektrni ko'p ishlatadi. Ularda tarif avvaliga qaraganda boshqacha bo'lishi mumkin. Shartnoma turi ham boshqacha bo'ladi. Agar tadbirkor narx oshishini hisobga olmasa, mahsulot tannarxi oshadi, foyda kamayadi. Masalan, kichik do'konda bitta sovutgich bo'lsa, ular kecha kunduz ishlaydi. Tarifdagi kichik o'zgarish ham oyning oxirida sezilarli xarajatga aylanadi. 4-guruh bu qarzdorligi bor abonentlarga. Agar sizda oldingi oylardan qarz bo'lsa, yangi tarif bilan kelgan to'lovni eski qarz bilan aralashtirib yuborishingiz mumkin. Ba'zan odamlar nega bunchalik ko'p chiqdi deb o'ylaydi. Aslida u yerda joriy oy to'lovi, eski qarz, penya yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyani faqat umumiy summaga qarab emas, ichidagi bandlar bo'yicha tekshirish kerak. Agar siz kam elektr ishlatsangiz, masalan, uyda asosan led chiroqlar, bitta muzlatgich, televizor, telefon quvvatlagichlari va kam ishlatiladigan kir yuvish mashinasi bo'lsa, tarif oshishi sizga nisbatan yumshoqroq ta'sir qiladi. Ayniqsa oy davomida sarf past bosqichdan chiqmasa, to'lov keskin oshmasligi mumkin. Lekin bu umuman e'tibor bermasam ham bo'ladi degani emas. Chunki elektr sarfi ba'zan odam o'ylagandan ko'proq bo'ladi. Masalan, eski muzlatgich eshigi yaxshi yopilmasa, kompressor tez-tez ishlaydi va elektrni ko'p yeydi. Suv isitgich doim yoqilgan holda qolsa, u ham sezilmaydigan, lekin katta xarajat manbai bo'ladi. Televizor yoki kompyuterning kutish rejimida turish ham oz bo'lsa-da oy davomida yig'iladi. Men ko'p xonadonlarda shuni ko'rganman. Odamlar katta xarajat faqat konditsionerdan deb o'ylaydi. Lekin aslida elektr choynakni kuniga 10 marta qaynatish, dazmolni uzoq ishlatish, eski suv nasosining nosozligi yoki muzlatgichdagi muammo ham umumiy sarfni oshirib yuboradi. Demak, kam sarflaydigan oila ham nazoratni qo'ldan chiqarmasligi kerak. Endi aniqroq tushunish uchun oddiy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, 4 kishilik oila bir oyda birlikdan kilovat-soat elektr ishlatadi. Ular asosan chiroq, muzlatgich, televizor, kir yuvish mashinasi va telefon quvvatlagichlardan foydalanadi. Bunday oilada tarif oshishi bo'lsa ham, agar sarf past chegarada qolsa, to'lov boshqariladigan darajada bo'ladi. Ular uchun eng muhim vazifa sarfni Boaqsundan 2 mexvin yoki 300 kilovat-soatga chiqarib yubormaslik. Ikkinchi misol. 5 kishilik oila yozda konditsionerni har kun ishlatadi. Konditsioner kechasi 6 soat, kunduzi 3 soat ishlaydi. Kuniga 900 soat. Agar u o'rtacha soatiga 1 kilovat-soat sarflasa, faqat konditsionerning o'z o'yiga 2,7 kilovat-soat qiladi. Bunga muzlatgich, chiroq, televizor, kir yuvish mashinasi, choynak qo'shilsa, umumiy sarf 400 yoki 500 kilovat-soatga chiqishi mumkin. Tarif bosqichli bo'lsa, bunday oila yuqoriroq narx to'laydigan qismga kirib qoladi. Uchinchi misol, hovlida yashaydigan oila suv nasosidan foydalanadi. Nasos har kuni bir necha marta ishlaydi. Bog' sug'oriladi, suv baqlari to'ldiriladi. Agar nasos eski bo'lsa yoki quvurda nosozlik bo'lsa, u kerak ishni bajarish uchun ko'proq vaqt ishlaydi. Natijada elektr sarfi oshadi. Bunday oilada faqat lampochkani almashtirish yetarli emas, nasos sim, avtomat, hisoblagich va suv tizimini ham tekshirish kerak. 4-misol, kichik do'kon egasi yozda ichimlik sovutgichlarini ko'paytiradi. Har bir sovutgich kecha kunduz ishlaydi. Agar tarif oshsa, do'kon egasi oy oxirida elektr xarajati oshganini ko'radi. Agar u buni oldindan hisobga olmasa, mahsulot narxini to'g'ri belgilamaydi, foydasi kamayadi. Shuning uchun tadbirkorlar elektr xarajatini alohida daftar yoki jadvalda yuritishi kerak. Bugun qancha sarf bo'ldi? O'tgan oy qancha edi? Qaysi qurilma qo'shildi? Hammasi hisobda bo'lishi kerak. 5-misol. Ijarada yashayotgan talaba yoki yosh oila. Ular uyga kirganda hisoblagich 1200 ko'rsatgan. Bir oy oxirida 1700 aqimi bo'lgan. Demak, 2 aqimi kilovat-soat ishlatilgan. Agar uy egasi sizdan 200 kilovat-soat chiqdi desa, ijarachi rasmsiz buni isbotlay olmaydi. Shuning uchun men har safar aytaman. Hisoblagichni rasmga oling, kvitansiyani saqlang, to'lov chekini yo'qotmang. Elektr tariflarida eng ko'p tushunmovchilik bosqich limit va qayta hisob kitob masalasida chiqadi. Odamlar ko'pincha men 2 kilovat-soat ishlatdim, nega hammasi qimmat narxda hisoblandi deb o'ylaydi. Aslida tizim qanday ishlashiga qarab, ma'lum qism arzonroq, limitdan oshgan qism esa qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin bu tartibni hududingizdagi amaldagi rasmiy qoidaga qarab tekshirish kerak.
Men har doim shuni tavsiya qilaman. Faqat mish-mish yoki ijtimoiy tarmoqdagi xabarga ishonmang. Rasmiy billing tizimi, hududiy elektr tarmoqlari xabarlari yoki shaxsiy kabinetdagi tarif ma'lumotini tekshiring. Yana bir nozik masala, hisoblagich ko'rsatkichi o'z vaqtida olinmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan tizim oldingi oylardagi o'rtacha sarf bo'yicha hisoblaydi. Keyin haqiqiy ko'rsatkich kelganda qayta hisob-kitob qiladi. Shunda abonentga birdaniga ko'proq summa chiqishi mumkin. Bu tarif oshgani uchun emas, balki oldingi davrdagi farq qo'shilgani uchun ham bo'lishi mumkin. Yana bir muammo hisoblagich nosozligi yoki noto'g'ri ulanish. Agar hisoblagich juda tez aylanayotgan bo'lsa, ko'rsatkich odatdagidan keskin oshsa, darhol tekshirtirish kerak. Lekin o'zingiz hisoblagichga tegmang, plombani ochmang, simga aralashmang. Bu jarima va muammoga olib keladi. Faqat rasmiy tartibda ariza bering, mutaxassis chaqiring, dalolatnoma tuzdiring. Elektr qarzi bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi abonentlar oldindan pul tashlab qo'yadi. Tarif o'zgarganda balansda turgan pul qanday hisoblanishi, qaysi davr sarfiga qaysi tarif qo'llanishi muhim bo'ladi. Agar siz oldindan katta summa to'lagan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetda balans va sarfni tekshirib boring. Pul bor ekan deb xotirjam bo'lib yurish ham to'g'ri emas. Chunki sarf oshib ketsa, balans tez tugaydi. Imtiyozli toifalar masalasida ham ko'p savol bo'ladi. Ayrim oilalar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lishi, nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan oilalar yoki boshqa toifalar bo'yicha yordam olishi mumkin. Lekin bunday yengilliklar avtomatik hammaga berilmaydi. Qaysi hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak, mahalla, ijtimoiy himoya organi yoki elektr ta'minoti korxonasi orqalimi, buni alohida aniqlash kerak. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Agar oilangizda ijtimoiy yordamga asos bo'ladigan holat bo'lsa, kutib o'tirmang, mahallaga boring. Ijtimoiy himoya yagona reyestri bo'yicha holatingizni aniqlang. Elektr to'lovi bo'yicha qanday yordam borligini so'rang. Birinchi xato faqat umumiy summaga qarash. Kvitansiyada nechta kilovat-soat sarflangan, tarif qanday qo'llangan, eski qarz bormi, penya bormi, qayta hisob-kitob bormi, shularni tekshirish kerak. Umumiy summa ko'p chiqdi degani darhol xato bor degani emas, lekin tekshirmasdan to'lash ham to'g'ri emas. Ikkinchi xato. Hisoblagich ko'rsatkichini yozib bormaslik. Men oddiy usulni tavsiya qilaman. Aman, har oyning ilk kuni hisoblagichni rasmga oling. Keyingi oyning ilk kuni yana rasmga oling. Farqni chiqarasiz. Masalan, o'tgan oy 1547, bu oy 1507 bo'ldi. Demak, 290 kilovat-soat sarflangan. Ana shu raqam kvitansiyadagi sarf bilan mos kelishi kerak. Uchinchi xato eski jihozlarni tekshirmaslik. Eski muzlatkich, eski konditsioner, nasos, yomon kontakt, qizib turgan rozetka nafaqat elektrni ko'p sarflaydi, balki xavfli ham. Tarif oshganda bunday jihozlarning zararini 2 barobar sezamiz. Ham ko'p to'laymiz, ham xavfsizlikka xavf tug'iladi. 4-xato. Elektrni tejashni faqat chiroqni o'chirish deb tushunish. Chiroqni o'chirish kerak, lekin eng katta sarf odatda isitish, sovutish, suv qaynatish, dazmollash, nasos va katta motorli qurilmalardan keladi. Shuning uchun tejash ham katta iste'molchilardan boshlanishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, bugun hisoblagich ko'rsatkichini yozib oling yoki rasmga oling. Telefoningizda alohida papka oching. Har oy bir xil sanada rasmga oling. Bu sizga sarfni nazorat qilishda eng oddiy, lekin eng kuchli vosita bo'ladi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oylik to'lovingizni solishtiring. Qancha kilovat-soat ishlatgansiz? Qaysi oyda ko'p chiqqan? Nima sabab bo'lgan? Masalan, iyunda 1000 kilovat-soat, iyulda 206 kilovat-soat bo'lsa, farq nimadan chiqqanini toping. Konditsioner qo'shildimi? Suv nasosi ko'p ishladimi? Mehmon keldimi? Elektr pech ishlatildimi? Sababni bilmasangiz tejash qiyin bo'ladi. Uchinchi qadam, eng ko'p elektr ishlatadigan jihozlar ro'yxatini tuzing. Konditsioner, muzlatkich, suv isitgich, elektr choynak, dazmol, kir yuvish mashinasi, elektr plita, nasos. Har birini qanday ishlatayotganingizni ko'rib chiqing. Konditsionerni 18 darajaga qo'yish o'rniga 24 yoki 21 darajaga qo'yish ham sarfni kamaytiradi. Eshik deraza ochiq turganda konditsioner ishlamasin. Filtrlarni tozalang. Chunki kir filtr qurilmani ko'proq ishlashga majbur qiladi. 4-qadam LED lampochkalarga o'ting. Agar uyda hali ham eski lampochkalar bo'lsa, ularni almashtirish eng tez natija beradigan choradir. Bitta lampochka bo'yicha farq kichik ko'rinadi, lekin butun uy va butun oy bo'yicha seziladi. Ayniqsa hovli koridor, oshxona va doim yonib turadigan joylarda bu juda muhim. 5-qadam, muzlatkichni tekshiring.
eshigi jik yopilyaptimi? Rezinkasi bo'shashmaganmi? Orqa qismi chang bosmaganmi? İchiga issiq ovqat qo'yilmayaptimi? Muzlatgich davrga juda yopishib qolsa, issiqlik almashinuvi yomonlashadi va elektr sarfi ortadi. Muzlatgichni doim ochib yopish ham sarfni ko'paytiradi. 6-qadam. To'lovni faqat rasmiy kanallar orqali qiling. Bank ilovalari, to'lov tizimlari, shaxsiy kabinet yoki rasmiy kassalar orqali to'lang. Chekni saqlang. Agar to'lov o'tmagan bo'lsa, chek sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. 7-qadam. Agar summa noto'g'ri chiqdi deb o'ylasangiz, avval dalil yig'ing. Hisoblagich rasmi, oxirgi kvitansiyalar, to'lov cheklari, shaxsiy hisob raqamingiz. Pasport yoki ID karta, uy hujjati yoki ijara shartnomasi kerak bo'lishi mumkin. Keyin hududiy elektr ta'minoti korxonasiga murojaat qiling. Arizada hisob-kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Sarf, davr, hisoblagich ko'rsatkichi va e'tirozingizni aniq ko'rsating. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling yoki elektron murojaat yuboring. 8-qadam. Agar hisoblagich nosoz deb gumon qilsangiz, mustaqil ravishda ochmang. Plombaga tegmang. Rasmiy mutaxassis chaqiring. Tekshiruv dalolatnomasi bo'lishi kerak. Aks holda keyin sizga noqonuniy aralashuv deb aytilishi mumkin. 9-qadam. Oilada elektrdan foydalanish tartibini kelishib oling. Bolalar xonadan chiqqanda chiroqni o'chirsin. Konditsioner ishlayotgan xonada deraza yopiq bo'lsin. Elektr choynakda har safar to'la suv qaynatilmasin. Kerakli miqdorda suv qaynatilsin. Kir yuvish mashinasi yarim bo'sh holatda emas, to'liqroq yuk bilan ishlatilsin. Dazmolni har kun emas, kiyimlarni bir joyga yig'ib, bir martada ishlatish ham tejam beradi. 10-qadam. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, elektr xarajatini mahsulot tannarxiga qo'shib hisoblang. Sovutgich, pech, kompressor, konditsioner yoki yoritish tizimi qancha sarf qilayotganini biling. Agar kerak bo'lsa, energiya tejamkor uskunaga o'tish xarajatini hisoblang. Ba'zan yangi uskunaga ketgan pul bir necha oy yoki bir yil ichida elektr tejalishi hisobiga qoplanadi. Men eng muhim ogohlantirishni yana bir bor aytaman. Tarif bo'yicha yakuniy raqamni faqat rasmiy manbadan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda turli jadvallar yuradi. Ba'zilari eski bo'lishi mumkin, ba'zilari boshqa toifa uchun bo'lishi mumkin, ba'zilari esa noto'g'ri tushuntirilgan bo'ladi. Siz o'zingizning hududingiz, abonent turi, hisoblagich turi va shartnomangiz bo'yicha qarashingiz kerak. Buning uchun shaxsiy hisob raqamingizni oling. Elektr to'lov kvitansiyasi yoki bank ilovasida abonent raqami ko'rsatiladi. Shu raqam orqali qarzdorlik, sarf va tarif ma'lumotlarini tekshirishingiz mumkin. Agar tushunmasangiz, mahalliy elektr ta'minoti bo'limiga boring yoki rasmiy kol markaziga murojaat qiling. Savolni aniq bering. Mening abonent raqamim bo'yicha 1 avgustdan qaysi tarif qo'llanadi? Oy boshidagi va oy oxiridagi ko'rsatkich qanday olinadi? Limitdan oshsam qanday hisoblanadi? Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, albatta mahallaga murojaat qiling. Qanday imtiyoz yoki kompensatsiya borligini so'rang. Hujjatlar tayyor bo'lsin. Pasport yoki ID karta, oila a'zolari haqida ma'lumot, daromad ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, uy-joy yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Har bir holatda talab boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ysangiz, vaqtingiz tejaladi. Ko'pchilik nega narx oshadi degan savolni beradi. Men buni ham oddiy tushuntiraman. Elektr energiyasi o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Uni ishlab chiqarish uchun gaz, ko'mir, suv resurslari, quyosh yoki boshqa manbalar, stansiyalar, transformatorlar, simlar, ta'mirlash ishlari, ishchi kuchi kerak bo'ladi. Tarmoqlar eskirsa, yo'qotishlar ko'payadi. Talab oshsa, ayniqsa yozda konditsionerlar ko'p ishlaganda yoki qishda isitish yuklamasi ortganda tizimga bosim kuchayadi. Tarif oshirilishining rasmiy izoh odatda xarajatlarni qoplash, tarmoqni modernizatsiya qilish, energiya tejamkorlikni rag'batlantirish va uzilishlarni kamaytirish bilan bog'liq bo'ladi. Lekin oddiy odam uchun natija bitta. Oy oxirida to'lov oshishi mumkin. Shuning uchun men nazariy bahsdan ko'ra amaliy nazoratni muhim deb bilaman. Biz narx siyosatini bir kunda o'zgartira olmaymiz, lekin o'z xonadonimizdagi sarfni bilishimiz, xatoni aniqlashimiz va ortiqcha to'lovdan saqlanishimiz mumkin. Demak, 5 avgustdan elektr tariflari oshishi haqidagi xabar har birimiz uchun jiddiy signal. Eng ko'p ta'sirni konditsioner, elektr plita, suv nasosi, eski muzlatgich, suv isitgich va ko'p jo'z ishlatadigan xonadonlar sezadi. Kam sarflaydigan oilalar nisbatan yengilroq o'tkazishi mumkin, lekin ular ham hisoblagich va kvitansiyani nazorat qilishi shart. Men sizga mutaxassis sifatida eng oddiy formulani aytaman. Hisoblagichni biling,
sarfni yozib boring, kvitansiyani tekshiring, rasmiy tarifni aniqlang, ko'p elektr yeyotgan jihozlarni nazorat qiling. Agar summa noto'g'ri chiqsa, hissiyot bilan emas, hujjat bilan murojaat qiling. Hisoblagich rasmi, kvitansiya, chek va yozma ariza sizni himoya qiladi. Sizning fikringiz men uchun muhim. Sizning hududingizda chiroq to'lovi oldingi oylarda qancha chiqayotgan edi? Avgustdan keyin qancha bo'lishidan xavotirdasiz. Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham real holatlarni ko'rsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni yaqinlaringizga yuboring. Chunki elektr tarifi faqat bitta odamning emas, har bir xonadonning masalasi.